بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah subhanahu va taolo ushbu sayyi ayom kuni barchamizga barakotli qilgan bo'lsin, duolarimizni ijobat qilsin, gunohlarimizni mag'firat qilsin. Ali ibn Abi Talib karramallohu vajhahu hayotini o'qib o'rganayotgan edik. Bugun 12-dars. O'tgan darsimizda Jamal ma'rakasini nihoyasiga kelib darsimizni to'xtatgan edik. Kerakmidi shu narsalarni gapirishlik degan gaplar qulog'imizga chalinib qolyapti, birodarlar. Ha, kerak edi. Bizni ra'yimizda kerak edi. Toki fitna qanchalar yomon narsa ekanligini tushunib olishimiz uchun, fitna sahobalarniki o'rtasida shunday bir ayanchli kunlarga sabab bo'ptimi? Keyin yashaydigan musulmonlar ibratlanib, fitnadan uzoq bo'lishni tushunishligi uchun bu darslarni o'rganishimiz kerak, birodarlar. Va har safar takrorlayapmiz. Bu darslarimizdan siz bilan biz biron bir sahobaga nisbatan qalbimizda sovuqlik paydo bo'lib qolmasligi kerak. Biron sahobani sha'ni haqida nojo'ya gapni gapirishidan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Natawallahum jami'an. Imom Azam o'zining fiqhul akbarida aytadi, sahobalarni hammasini do'st deb bilamiz o'zimizga. Rasulullohning sahobalaridan birontasi haqida yomon gapni gapirmaymiz. Bizning shiorimiz shu. Oysha onamiz roziyallohu anha bo'lib o'tgan ishdan g'am qayg'uga tushib qoldi. Qanday qilib ulug' sahobalar qatl qilindi? Axir hamma sulhni xohlayotgan edi-yu. Tun kirgach Ali roziyallohu anhu Oysha onamizni Basradagi eng katta ulug' xonadonlardan biriga, Abdulloh ibn Halaf al-Xuzoyning hovlisiga ko'chirib o'tishligini buyurdi. Sofiya bintul Haris Oysha onamizga hamroh bo'ldi. Oysha onamizning inisi Muhammad ibn Abu Bakr qo'riqlab bordi. Oysha onamiz Basraga keldi, jang tugadi, basraliklar Basraga ketishdi. Ali roziyallohu anhu o'zining qo'shiniga buyurdi, 3 kungacha Basraga kirish mumkin emas. Hech kim kirmasin. Mana shu kunlarda asnosida mayitlarni dafn qilishlik kerak. Ali roziyallohu anhu mana shu Jamal ma'rakasidan keyin jang maydonida yurar ekan, Ka'b ibn Suvorning jasadini ko'rdi. Bu kishi Basraning qozisi edi. Yonidagi kishilarga qarab turib, xalifa, sizlar bu qo'shinda faqat ahmoqlar chiqdi deb o'ylaysizlarmi? Mana bu kishi dedi, Ka'b ibn Suvor, bu Habr dedi. Ya'ni ilmda cho'qqiga tushgan kishi. Abdurrahmon ibn Utobning jasadini ko'rib, bu falonchining jasadi dedi. Maydonda qatl qilingan kishilarning jussalarining oldidan o'tar ekan, bu falonchi deb tanishtirdi. Hammasi ulug' insonlar edi. So'ngra xalifa ikkala tomondan ham, ikkala qo'shindan ham qatl bo'lganlarni bir joyga jamlashni buyurdi va hammalariga janoza o'qidi. O'zini qo'shinda o'tganlarga ham, Oysha onamizning qo'shinda o'tganlarga ham. Minglagan kishilar ana shu kunda qatl bo'lgan edi, fitna sababli. Ali roziyallohu anhu Talhat ibn Ubaydullohning jasadini oldi aytgan edi. Qani edi shu kunni ko'rmasdan 20 yil burun o'lib ketganimda. Qachon Jamal kunni eslasa, Oysha onamiz ham qattiq yig'lar edi. Aytar edi, Jamal kuniga yetmasdan o'lib ketganimda yaxshi bo'lar edi. Qani edi dedi. Endi jang tugadi, jangdan keyin g'animalar qoladi. Eng kamida qurol aslaha qoladi, mag'lub bo'lgan qo'shinda. Fitnachilar kelib xalifaga ana shu g'animalarni bizga taqsim qilib bering deydi. Xalifa aytdi, yo'q. Ularning g'animalari taqsim qilinmaydi. Ayollari qul cho'rilarga aylantirilmaydi dedi. Fitnachilar hayron bo'lishdi bundan. Aytishdiki, qanday qilib ularning qonlarini oqizishimiz mumkin-u? Qanday qilib ularning qonlarini oqizishimiz mumkin-u? Endi g'animalarni olishimiz mumkin emas. Qanday qilib mollari va ayollari bizga halol bo'lmaydi? Ya'ni ularga qarshi jang qilishimizga o'z buyurdingiz-u, endi g'animasini olmaymizmi deydi. Ali buyurgani yo'q roziyallohu anhu. Ularda to'xtaylarda bir necha marta odam jo'natdi, lekin hech kim eshitmagan edi. Shunda Ali roziyallohu anhu g'azabi kelib, qotalakumulloh. Alloh sizlarni halok qilsin. Alloh sizlarni xor qilsin. Qaysinilar xohlaysizlar? Oysha onamiz o'ljasiga tushishligini uni.
Ya'ni onamiz bo'lgan Ummul Mo'minin Oysha kimingni qo'lingga cho'ri yoki qul bo'lib kelishligini xohlaysan dedi. Shunda hammasi jim bo'lishdi. Biz dedi xalifa, bag'iyni, zulmni to'xtatish uchun jang qildik, g'anima uchun emas dedi. Bu qitalul bag'iy deyiladi. Haddidan oshgan toifani haqqa chaqirish uchun qilingan jang. Bu narsani bayonini keyin Ali ibn Abi Talib chiqargan hukmlar bilan bayon qilib berdi. Ulamolar aytishadi, agar Jamal ma'rakasi bo'lmaganida bag'iy hukmlarini nima ekanligini bilmagan bo'lar edik. Chunki payg'ambarimiz bu narsani mufassal qilib bayon qilib bermagan. Qur'on ishora qilgan. Astagfiru billah va in toifatan minal mu'minina iqtatalu. Agar ikki mo'min toifa bir-birlari bilan urushib qolsalar, ya'ni ikkalasi ham mo'min bo'lishi mumkin ekan. Urushib qolsalar, darhol ularning o'rtasini o'nglab qo'yinglar. Endi agar ulardan birovi ikkinchisining ustiga tajovuz qilsa, bas to Allohning amriga qaytgunicha ana shu tajovuzkor guruh sizlar tajovuz qilgan toifa bilan urushinglar. Demak, ikkita toifa kelganda ikkalasi ham mo'min bo'lishi mumkin ekan. Urushib qolishi mumkin ekan. Shunda bittasi haddidan oshgan bo'ladi. Haddidan oshganni haqqa chaqirish uchun urushsa bo'lar ekan bilan. Maqsad haqqa qaytsin. Bag'iy hukmlari sunnatda bayon qilinmagan. Qur'on oyatlari bilan zikr qilinmagan. Jamal ma'rakasidan keyin Ali ibn Abi Talibdan o'rgandik. Xalifa Basraga kirdi. Basra ahlining hammasi xalifaga bay'at berdi. Hatto kecha Jamal ma'rakasida qatnashib jarohat olib yotgan askarlar ham Ali roziyallohu anhuni xalifaligini tan oldi, bay'at berdi. Ali roziyallohu anhu boshliq, qo'mondon. Mana endi odamlarning qalblarini birlashtirishligi kerak. Basraga kelib Baytul Molga kirganida 600 mingdan ko'proq mol bor edi, mablag' bor edi. Hammasini taqsim qilib berishlikni buyurdi odamlarga. So'ngra Basraga o'zi bilan birga kelgan Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhuni vali qilib tayinladi. Ziyod ibn Abu Sufyonni Muaviyaning inisi. Basrani xirojiga boshliq qildi. Ziyod ibn Abu Sufyon Ali roziyallohu anhuni qo'shinida edi. Muhammad ibn Abi Bakr Oysha onamizni inisi Ali roziyallohu anhuni qo'shinida edi. Demak, bu fitna masalasi edi. Xalifa Basraga dushanba kuni kirdi. Masjidga kirib namoz o'qidi. Ikkala taraf ham uni ortida turib namoz o'qishdi. So'ngra Oysha onamiz turgan hovliga xalifa bordi. Abdulloh ibn Xalafning uyiga. Jangdan 3 kun o'tdi. Jang bo'lganiga 3 kun bo'ldi. 3 kundan keyin xalifa Oysha onamizni ziyoratiga bordi. Bu xonadonda, mana shu xonadonning egasi Abdulloh ibn Xalafning ikkita o'g'li qatl qilingan edi. Basra qo'shini tomonidan chiqib, Abdulloh va Usmon. Bular Oysha onamizning qo'shinida. Oysha onamiz ana shu xonadonda turibdi. Abdullohning inisi ham qatl qilingan, Sofiya bintul Haris, Abdulloh ibn Xalafning ayoli, uni eri qatl qilindi. U ham yig'lab o'tirgan edi. Ali roziyallohu anhuni ko'rib bu ayol aytdiki, xalifaga aytayapti: "Ey mahbublarning qotili, ey jamoani buzuvchi, Abdullohning bolalarini qanday yetim qilgan bo'lsang, seni bolalaring ham shunday yetim bo'lib qolsin." Xalifaga jur'at qilib gapiryapti. Ammo Ali roziyallohu anhu eshitmagan yo'l o'tib ketaverdi. Chunki musibatli ustida turgan ayol. Eri o'ldi, inisi o'ldi. Ali roziyallohu anhu Oysha onamizning huzuriga kirdi. Hijob ortida turibdi Ummul Mo'minin. Salom berib o'tirdi. Ikkalasi biridan hol-ahvol so'rashdi. Xalifa Oysha onamizning huzuridan chiqqanida boyagi ayol yana shu so'zini takrorladi. Shunda Ali bilan birga kelgan, Ali roziyallohu anhu bilan birga kelgan kishi chidamadida, haligi ayolni so'kib berdi. Qanday qilib xalifaga bunday jur'at qilasan? Ali roziyallohu anhu g'azabi kelib, o'zi bilan kelgan bu odamga jim bo'l dedi. Jim bo'l. Satrni yirtmagin. Hovliga kirmagin. Aziyat berib bu ayolni hayajonga solmagin. Garchi obro'yingga so'z yetkazgan bo'lsa ham, amirlaringni, solih kishilaringni ham ahmoqqa chiqargan bo'lsa ham, ozor berma ayolga dedi. Ya'ni birodarlar, bu darslar orqali ayol kishiga aziyat berishlik musulmonga yarashmaydigan sifat. Shuni o'rganamiz. Garchi xalifani so'kayotgan bo'lsa ham, ayol kishiga qo'l ko'tarib bo'lmaydi, aziyat berib bo'lmaydi.
Ali roziyallohu anhu qo'shib qo'ydi. Albatta ular ayollar, zaifadirlar. Ular mushrika bo'lgan hollarida ham ularga aziyat yetkazishidan qaytargan edik. Endi ayol kishiga teng bo'lib olib, uni so'ziga so'z qaytargan, ayol kishi haddidan oshgani uchun unga qo'l ko'targan kishini o'lib ketgandan keyin ham ayblar edik. Agar dedi xalifa, menga birontanglar dedi o'zini odamlariga ayol kishiga ozor bergani haqida xabar yetib kelsa, eng yomon odamni janozalagandek jazolayman dedi. So'ksa ham, haqorat qilsa ham ayol kishi indama deyapti. Tashqariga Ali ibn Abi Tolib chiquvdi, Oysha onamiz oldidan chiqdi. Alining odamlaridan, Ali roziyallohu anhuni qo'shinidan bo'lgan odamlardan ikkitasini gapini eshitib qoldi. Ular Oysha onamizga eshittirib gapirishayotgan edi. Bizdan jazoingizni oldingiz. Bizga oq bo'ldingiz, ey ona deyishdi. Ikkinchisi dedi, ey onamiz, tavba qiling, siz xato qildingiz deyishdi. Oysha onamizni ta'na malomat qilishdi. Shunda Ali roziyallohu anhu g'azablandida, mana shu gapirgan ikki kishini chiqarib turib 100 darra urishlikka buyurdi. Qanday qilib Ummul Mu'mininga bu gapni gapiradi ular? Endi Oysha onamizni siz xato qildingiz, tavba qiling degani uchun darra urgizyapti. Endi Oysha onamizni fahshda ayblaganlarda ahvoli nima bo'ladi unda? Banu Mustoliddan qaytishda Hodisatul Ifkda Oysha onamizni zino qildi deb 3 ta odam gapirgan edi. Hozirda ham Oysha onamizni shaniga ta'na tosh otadigan toifalar bor. Ularda ahvoli nima bo'ladi? Ali roziyallohu anhuni Oysha onamizga bo'lgan muomalasi shunday edi. So'ngra Oysha onamiz Madinaga qaytib ketishlikka tayyorgarlik ko'rdi. Oysha onamiz bilan bir jamoa kishilar hamroh bo'lib yo'lga chiqishdi. Endi bu jamoatda qo'rg'ilab ketgan kishi Muhammad ibn Abi Bakr, Oysha onamizning inisi. Yana Oysha onamiz bilan hamroh bo'lib Basralik 40 ta bir ma'rufa bo'lgan ayollar ham yo'lga tushdi. Yana Ali roziyallohu anhu Oysha onamizga umrini oxirigacha birovga muhtoj bo'lmaydigan darajada katta mablag' berishlikni buyurdi. Bundan tashqari har oyda tirishligiga kerak bo'ladigan oylik maoshni ham tayinlashni amr qildi. Ana birodarlar, Ali roziyallohu anhuning Oysha onamizga bo'lgan muomalasi. Orada xilof bo'ldi. Bo'ldi sahobalar o'rtasida. Biz musulmonlar nimani o'rganishimiz kerak ko'rib olaylik. Xilof bo'ldi, lekin bir-biriga qilayotgan muomalasini ko'ring. Oysha onamiz Madinaga Basradan chiqib ketadigan kun kelganida Ali roziyallohu anhu Oysha onamiz oldiga keldi. Odamlar ham bor, Oysha onamiz hijob ortida hamma eshitib turibdi. Oysha onamiz xayrlashib dedi, "Ey bolalarim" dedi, "birimiz ikkinchimizni itob malomat qilmasin. Men va Ali oramizda avvalda bo'lib o'tgan narsalar bir ayolni o'zini qarindoshlari bilan kechadigan narsasiga o'xshaydi. Ya'ni qarindoshlar o'rtasida bo'ladigan narsa bu mayda masala. Garchi oramizda mana shunday holatlar yuz bergan bo'lsa ham, albatta u odamlarning eng yaxshisi baribir" dedi. Kim? Ali roziyallohu. Mana bu Oysha onamizni Ali roziyallohu anhuga berayotgan ta'rifi. Ali roziyallohu anhu to'g'ri aytdingiz dedi. Yaxshi ish qildingiz. Men bilan sizni oramizda kechgan narsalar siz aytgandek bo'lgan dedi. Bu qarindoshlar o'rtasida bo'ladigan so'zlar dedi. Albatta u dedi payg'ambarimiz Oysha onamizni ishora qilib, Rasulullohning dunyoda ham oxiratda ham zavjasi dedi. Ya'ni jannatiy deyapti. Payg'ambarimizning dunyoda ham xotini bo'lgan, oxiratda ham xotini bo'lgan deyapti. O'rtasida shunday katta bir fitnalar bo'lgan bo'lsa ham. Oysha onamiz yo'lga tushdi. Bir necha kilometrgacha Ali roziyallohu anhu o'zi kuzatib bordi. So'ngra o'g'illari Hasan Husaynlarga bu karvon birinchi to'xtaydigan joyigacha tunashligi uchun kuzatib boringlar dedi. Ular kuzatib borishdi. 36-yilning Hijriy yilning Rajab oyining 1-shanba kunida Oysha onamiz Basrani tark qildi. Jamal ma'rakasi nihoyasiga yetdi. Mana endi Siffin ma'rakasiga keldik, birodarlar. Jamal ma'rakasidan biz bag'iy hukmini o'rgandik. Ya'ni bir musulmon toifa ikkinchisiga tajovuz qilsa, zulm qilsa, nima ish tutishlik kerak? Undan tushgan o'ljalarda hukmi nima bo'ladi? Ali roziyallohu anhu ta'lim berdi. Yana qaytarib aytamiz. Bu darslarni o'rganar ekanmiz, esimizdan chiqmasin. Biron bir sahobaga nisbatan qalbimiz sovib qolmasin. Biron sahobaning sha'niga noloyiq so'z gapirishlikdan ehtiyot bo'laylik. Chunki sahobalarning hammalari ulug' inson bo'lishgan.
Hammasini yaxshi ko'ramiz. Kim habis bu yerda? Fitnachilar. Usmon ibn Affonning qotillari va ularga yordamchi bo'lganlar. Ali roziyallohu anhu Basradan tark qildi, Kufaga ketishni ixtiyor qildi. Shomni itoatga qaytarishlik kerak. Ikkita mintaqa itoat qilyotdi, Basra bilan Shom. Endi Basra itoatga o'tdi, endi Shomning ishi qoldi. Ali roziyallohu anhu qo'shin bilan Kufaga borish kerak. Qo'shinni dam oltirishlik kerak. Kuch to'plashlik kerak. Chunki Shom ishi Basraning ishida emas. Basrada birodarlar 15 ming, 20 ming qo'shinni gapirgan bo'lsak, Shomni 70 ming, 90 ming askari bor edi. Shuning uchun tayyorgarlik shunga yarasha bo'lishligi kerak edi. Ali roziyallohu anhu e'lon qildi. Ogoh bo'linglar, ertaga men jo'nayman. Sizlar ham elchilar menga. Ogoh bo'linglar, Usmonga qarshi ko'mak ko'rsatgan biron kishi men bilan jo'namasin. Unaqa ahmoqlar menga kerak emas dedi. Ammo fitnachilar bu so'zga quloq solishmadi. Ali bilan birga ketaverishdi roziyallohu anhu. Siffin ma'rakasi. Ali roziyallohu anhu Kufaga 36-hijriy yilni Rajabni 12-kuni dushanba kirib keldi. Kufaga kirganda Oq qasrga kirib joylashing deydi. Ya'ni sultonlarni, amirlarni qasri. Ali ibn Abi Talib aytdi, "Yo'q" dedi. U qasrga Umar ibn Xattob kirishlikni xohlamagan edi. Men ham kirmayman dedi. Ali bilan Umar o'rtasida ham noto'g'ri ishlar bo'lgan, deydiganlar eshitib qo'ysin shu narsani. O'tib ketganidan keyin o'zi xalifa bo'lib turib, Umar ibn Xattobni tutgan yo'lini tutyapti birodarlar. Kufaning eng katta masjidida 2 rakat namoz o'qib odamlarga xutba qildi, yaxshilikka buyurdi ularni, yomonlikdan qaytardi, Kufa ahlini maqtadi. Mana endi Basra ishi tugadi, Shom ishi turibdi. Urushdan avvalgi yuborilgan elchi. Ali roziyallohu anhu Shomga Jarir ibn Abdulloh al-Bujlini yubordi. Jarir ibn Abdulloh haqida ikki og'iz gapirishimiz kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kunlarning birida minbarda turib xutba qilib turganlarida aytdilarki, hozir sizlarning oldinglarga mana bu eshikdan Yaman ahlining eng yaxshi kishisi kirib keladi dedi. Dedi, to'xtab turdi. Shu paytda Jarir ibn Abdulloh al-Bujli kirdi. Tasavvur qiling, kiruvda hamma qarab turibdi. Rasululloh minbarda turibdi, indamay turibdi. Hayron bo'ldi. U yoqqa yursa hamma u yoqqa qarayapti, bu yoqqa yursa bu yoqqa qarayapti. Borib o'tirib oldi ham hammaning ko'zi haligi odamda. Rasululloh jim turibdi. Shunda noqulay ahvolga tushib, Rasululloh men haqimda bir narsa deganmidi deb turib so'radi yonidagidan. Ha, Rasululloh saqiza falon dedi deb aytdi. Mana shu odamni yubordi. Qaranglar, biz kimlar haqida gapiryapmiz? Yaman ahlining eng yaxshi kishisi deb turib payg'ambarimiz maqtayotgan kishi Jarir ibn Abdulloh. Mana shu ulug' sahobani Ali roziyallohu anhu Shomga yubordi maktub bilan. Jarir roziyallohu anhu maktubni Muaviyat ibn Abu Sufyon oldiga olib bordi. Maktubda shunday deyilgan edi. Mana endi Muaviyat ibn Abu Sufyon bilan Ali ibn Abi Talib o'rtasida kechgan ishlar. Xalifa Ali roziyallohu anhuni Muaviyat ibn Abu Sufyonga yozgan maktubida shunday deyilgan edi. Albatta menga Abu Bakr, Umar va Usmon roziyallohu anhum ajmain. Ularga bayat bergan kishilar bayat berishdi. Musulmonlar ularga qanday bayat berishgan bo'lsa, menga ham shunday bayat berishdi. Bunga guvoh bo'lgan kishining ixtiyori yo'q, g'oyibni esa uni rad qilishlikka haqqi yo'q. Albatta shura muhojir va ansorlarning haqqidir, maslahatlashishlik. Agar ular bir kishiga kelishib, uni imom deb atasalar, u narsa Alloh taolo uchun rizo bo'ladi. Agar kimdir ularning amridan tashqariga chiqsa, ta'na qilib bid'at deb, ular musulmonlar, muhojir ansorlar undan chiqqan narsaga uni qaytaradilar. Ya'ni kim bularning itoatidan chiqsa, itoatga qaytarib kelib qo'yishadi. Agar bosh tortsa, musulmonlarning yo'lidan boshqa yo'lga ergashgani uchun u bilan urushadilar. Ya'ni ey Muaviya, nimaga menga bayat bermayapsan? Avvalgi 3 ta xalifaga qanday bayat berilgan bo'lsa, avvalgi 3 ta xalifaga kimlar bayat bergan bo'lsa, xuddi shunday bo'ldi menga ham. Nimaga itoatsizlik qilasan? Madinaliklar, ansor, muhojirlar itoat qildimi, xalifa deb sayladimi, sen ham bo'yin sunishing kerak. Nima, har bitta viloyatga borib bittadan bayat olinadimi? Yo'q. Madina ahli qabul qildimi xalifani, qolgan musulmonlarning ergashligi kerak.
Hozirgi masala kim xalifa bo'lishi emas. Bunda ixtilof yo'q. Xalifa bitta. Bu yerda itoat yo'q. Jarir roziyallohu anhu Shomga borib maktubni Muaviyaga topshirdi. Endi Muaviya ibn Abu Sufyonni ko'ringlar nima qildi. Bu kishining ham oldida ulug' sahobalar bor. Hammasini to'pladi. Qo'mondonlar, boshliqlar, Shomning ayonlari. Xalifadan kelgan maktubni o'qib berdi, ulardan maslahat so'radi. Ularning hammasini ra'yi bitta edi. To Usmonni qotillarini Ali qatl qilmagunicha yoki ularni bizga topshirmagunicha biz bay'at bermaymiz. Bir ittifoq. Ya'ni qarang, bularda hech qaysi Alini xalifaligini inkor qilayotgani yo'q. Birontasi Muaviyani xalifa deyotgani yo'q. To Ali roziyallohu anhu vafot etib 6 oy o'tgandan keyin Hasan ibn Ali o'zini ixtiyori bilan xalifalikni topshirgandan keyin Muaviya ibn Abu Sufyon Amirul Mu'minin deyildi. Ali roziyallohu anhuning ra'yiga ko'ra ishlar tinchsin, muhokamaga yo'l ochilsin, adolatli hukm chiqarilsin, keyin jazolaymiz. Shomliklarning fikri esa yo'q. Avval jazolaysan ularni, keyin senga bay'at beramiz. Madina, Basra, Kufa, Yaman, Misr, Bahrayn, Yamoma bularning hammasi Ali ibn Abi Talibga bay'at berdi. Faqat Shom itoatsizlik qilyapti. Xalifa Shom ahlini shunga chaqiryapti. Endi biz hozir bu voqealar sodir bo'lgandan keyin bilamiz, islomiy fiqhni o'rganib, tahlillarni ko'rib, muhokama qilib, o'zi Ali ibn Abi Talibni gapiga kirish kerak edi. Keyin fitnachilarni bittadan qatl qilib jazolasa bo'lar edi deb aytaveramiz. Ammo bular mana shu o'tning ichida turgan. Shom ahlini bunday o'jarligini ko'rgandan keyin Ali roziyallohu anhu Shomni kuch bilan bo'ysundirish kerak ekan degan qarorga keldi. Ya'ni bir to'p odam o'zini fikriga tayanib olib turib, davlatni bo'lishligiga yo'l qo'yib bo'lmas edi. Bu Ali ibn Abi Talibning ra'yi edi. Ali roziyallohu anhu Uqba ibn Omirni Kufaga vali qildi. O'zi shahardan chiqdi tashqariga. Naxila deb nomlanadigan yerga qo'shinni to'xtatdi. Bu mintaqa Shomga olib boradigan yo'lni Iroqqa eng yaqin joy edi. Endi to'xtaganligining sababi qo'shindan kimdir kech qoladi yoki boshqa odamlar kelib qo'shilishi mumkin. Shu yerda quvvat yana ko'paysin. Xalifaga ayrim kishilar maslahat berishdi. Qo'shinga bironta odamni boshliq qilib chiqaringda, o'zingiz Kufada qoling deydi. Lekin xalifa ko'nmadi bunga. Bu raisiy ma'rakalardan, asosiy ma'rakalardan o'zim bo'lishim kerak. Mana endi qo'shin Shomga qarab Iroqdan jildi. Buni xabari Shomga yetib borganda Muaviya ibn Abu Sufyon qo'shinni to'pladi. U kishi ham chiqdi. Ali roziyallohu anhuning qo'shini jilgandan keyin jildi. Xuddi Aliga maslahat berilgandek, qo'shin chiqaring, o'zingiz qoling Shomda. Lekin Muaviya ibn Abu Sufyon aytdi, Ali chiqdimi? Demak, men ham chiqaman. Shomliklar Furotning Siffin tarafida kelib to'xtashdi, shu yerga chodir tikishdi. Ikkala qo'shinga ham jangchilar kelib qo'shilib ko'payishni boshladi. Ali roziyallohu anhuning qo'shinini adadi 120 ming kishiga yetdi. Muaviya ibn Abu Sufyonning qo'shini esa 90 ming kishiga yetdi. 210 ming kishilik ikkala tarafdan musulmon askarlar. Agar taqqoslash kerak bo'lsa, Fors saltanatini yakson qilgan, mag'lub qilgan Qodisiyadagi musulmon qo'shini 30 mingdan oshishi edi, bor yo'g'i. Rumdagi Yarmuk ma'rakasini hal qilgan musulmon qo'shini ham taxminan shunaqa edi. Endi 210 minglik musulmon qo'shini jamlandi. Bunaqa qo'shin jamlangan emas shu kungacha. Endi bular bir-biriga qarshi turibdi. Bu shunaqa bir jangchilar, shunaqa bir bahodir jangchilarki, Fors Rum saltanatini yer tishlatgan jangchilar. Janglarda tajribasi katta, shijoati o'shuncha quvvatli, kuchli jangchilar. Musibat nimada? Bir-biriga qarshi turishibdi. Nima sabablik? Fitna sabablik. Ma'rakalarda katta tajribasi bor va jang qilishda mohir bo'lgan Astar an-Nuhayni Ali roziyallohu anhu qo'shinning muqaddamasiga qo'ydi. Unga buyurdi, sen hujum qilma. Jangni sen boshlama. Agar ular hujum qilsa, o'zingni himoya qil. Endi 120 ming kishilik qo'shinni jilishi sekin bo'ladi. Astar Nuhiy boshqalardan ko'ra o'zib oldiga o'tib ketdi. Astar Shomliklarning yoniga yetib keldi. Xalifaning amriga xilof ish tutmadi.
Bordi keldi, davom etib turib talim ikkala qo'shinning o'rtasida. Ammo shomliklar ra'yida turib olishdi. Ali ibn Abi Talib ham yetib keldi bu yerga asosiy qo'shin bilan. Qo'shinni tartibga keltirdi, odam yubormadi lekin. Muaviya ham odam yubormadi, bir necha kun shunday o'tdi. 2 kun deyiladi. So'ngra Ali oradagi bu hojizni, to'siqni ko'tarishlik uchun Muaviya ibn Abi Sufyonning oldiga ikkita ulug' kishilarni yubordi. Bashir ibn Amr Ansori va Said ibn Qays al-Hamadoni. Ularga qo'shib yana Shaz ibn Rubi at-Tamimini yubordi. Ularga xalifa buyurib aytdi, boringlar, u kishini Allohga chaqiringlar, toatga, jamoatga chaqiringlar, keyin nima deyishini kutib turinglar dedi. Ulardan keyin bir qancha odamlarni yubordi. Ulardan Abu Dardo va Umoma roziyallohu anhuma. Ulug' sahobalar. Bu ikkala sahoba Muaviyani oldiga qarang, jang bo'lmasligiga shuncha harislik. Bir necha odam jo'natyapti jang bo'lmasin deb. Bu ikki sahobaga kelib, nima qilmoqchisan deydi. Nima sababdan Aliga qarshi turibsan deydi. Muaviya aytdi roziyallohu anhu, Usmonning qoni uchun urushmoqchiman. Albatta u dedi Ali ibn Abi Talib. Usmonning qotillarini o'zining yoniga qo'shib oldi dedi. Aytdi-ku, qo'shinining aksar qismi mana shu fitnachilardan iborat edi. Sizlar borib Aliga aytinglar. Ularni o'zi qatl qilsin yoki bizga topshirsin. Agar shunday qilsa, shomliklardan birinchi bo'lib bayat beradigan men o'zim bo'laman dedi. Mana shu so'zni olib ikkala sahoba Alining oldiga keldi roziyallohu anhu. Muaviya undoq dedi, bundoq dedi. Ali ibn Abi Talib bu ikkala sahobaga qarab turinglar dedi. Qo'shinning oldiga chiqib turib nido qildi. Qo'shinga nido qildi. Oralarda Usmonning qatlida kim qatnashdi dedi. Kim Usmonning qatlida qatnashdi? Qo'shin orasidan 10 ming kishidan ko'proq odam chiqdi-da, biz qatl qildik Usmonni. Kimi gapi bo'lsa gapiraversin dedi. Bu ikkala sahobaga qarab ko'rdinglarmi dedi. Qana qilib topshiraman bularni. So'ngra bu ikkala sahoba Abu Dardo va Abu Umoma Muaviya ibn Abu Sufyonning oldiga kelib aytdi shu narsani. Ammo u yana ko'nmadi. Shunda bu ikki sahoba maslahatlashdida bu jangda qatnashmaslikni qaror qilishdi. Abu Dardo bilan Abu Umoma jangdan chiqib ketdi. Chunki qaysinisi haq bu yerda deb ikkilanishdida fitnada qatnashmaymiz deydi. Muharram oyi jang qilishlik harom bo'lgan 4 oyning bittasi. Muharram oyi tugagunicha ikki qo'shin o'rtasida elchilarda bordi kelsa davom etib turdi. Ko'p vaqt o'tdi. Muharram oyi chiqib ketdi, lekin natija yo'q. Keyin jang qilishlikka yetib keldi ish. Jamal ma'rakasida qatnashganlar haqida Ali ibn Abi Talibdan so'rashgan edi. Jamal ma'rakasi, avvalgi ma'rakada. Sizga qarshi urushgan kishilar mushriklarmidi? Xalifa aytdi, ular shirkdan qochgan kishilar. Yana so'raldi. Ular munofiqlarmidi? Yo'q dedi. Albatta munofiqlar Allohni oz zikr qilishadi. Yana so'raldi. Unda kim ular? Sizga qarshi chiqqanlar. Xalifa javob berdi, ular bizning birodarlarimiz. Ular bizga zulm, tajovuz qilishdi. Agar ular taslim bo'lsa bas, biz buni qabul qilardik dedi. Ya'ni bu ish tugaganidan keyin. So'ngra dedi. Mana shu so'zga ham qaranglar, e'tibor beringlar. So'ngra dedi. Albatta men Ali ibn Abi Talib, Talha, Zubayr va Usmon hammamiz Alloh Qur'onda zikr qilgan kishilardan bo'lishimizni umid qilaman. Dedi, Qur'on oyatini o'qidi. Va naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Biz jannatlardagi so'ralarda do'st birodar bo'lib, bir-birlariga ro'baro o'tirgan zotlarning dillaridagi har qandaygina kuduratlarni chiqarib tashladik. Umid qilaman biz men o'shalardan bo'lishligimni, bu birodarlarim bilan dedi. Qalbida hech qandaygina kudurat yo'q ularga nisbatan. Hozirda ayrim yoshlar, hatto ilmdan ozgina xabar bo'lgan odamlar ham sahobalar o'rtasida bo'lgan bu ishlarni eshitib, ta'sirlanib, chola-chulpa eshitib, tushunib turiblar, Muaviya ibn Abu Sufyonga nisbatan jur'at qilib, u kishini sha'niga so'z tegishga harakat qiladi. Birodarlar, nima? Muaviya ibn Abu Sufyon bilan husumatchi bo'lmoqchimizmi? U kishi sahoba, birodarlar.
Muaviya roziyallohu anhu haqida yomon gapirishga haqqimiz yo'q. Payg'ambarimiz vala tasubbanna ahadan min ashabi deganlar. Meni sahobalarimdan birontasini so'kmaysan degan. Kattasini ham, kichigini ham. Bu fitna edi, birodarlar. Alloh bizni saqladi. Endi tilimizni tiyaylik. Ular faqat yaxshilikni gapiramiz. Bo'lmasa jim turamiz. Imom Azam rahmatullohi alayh Fiqhul Akbarda aytadi: "Natawallahum jami'an va la nadhkuru ahadan min ashabi Rasulillah illa bi khayr." Biz e'tiqodimiz shunaqa sahobalar haqida. Ularni, sahobalarni barchalarini yaxshi ko'ramiz. Barchalarini. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sahobalardan har birini faqat yaxshilik bilan zikr qilamiz, eslaymiz. Muaviya ibn Abu Sufyon sahobami? Sahoba. Gap tamom. Yomon gapirishga haqqimiz yo'q. Mumkin emas. Endi bag'dan yuluq ma'lumotlarni eshitib olganlar, Muaviya bunday qilgan, Muaviya bunday qilgan deb turib, xuddi oddiy odamlarga haqida gapirayotganda gapirganini eshitasiz. Tilimizni tiyaylik, birodarlar. Tilka ummatun qad xolat. Bu o'tib ketgan kishilar. Qilgan ishlariga o'zlari javobgar bo'ladi, ularni qilgan ishiga biz javobgar bo'lmaymiz, birodarlar. Kelishdiga asosiy aytmoqchi bo'layotgan narsam, biron sahobaga nisbatan sovib qolmasin qalbimiz. Allohdan taqvo qilaylik, Allohdan qo'rqaylik. Bu darslarda gapirishdan maqsad, birodarlar, fitna qanchalar yomon narsa, shuni tushunib olinglar, shuni aytmoqchimiz xolos. Mana endi Ali roziyallohu anhu oldida jang qilishlikdan boshqa yo'l qolmadi. Shom ahlining o'jarligi xalifani mana shu jangni qilishlikka majbur qildi. Va endi Muaviya ibn Abu Sufyonning fikrichi, bu yakka o'zining fikri emas edi. Butun shomliklarning fikri edi. Shuning uchun Muaviya ibn Abu Sufyonni ayblashga haqqimiz yo'q. Endi Ali roziyallohu anhuning maqsadi ularni qirib, yanchib tashlash emas, haqqa qaytarish. Agar xalifani so'ziga quloq solib bayat bersa, xalifa ularga birontasiga tegmaydi. Ali roziyallohu anhu jang bo'lishdan avval o'zini qo'shiniga xitob qilib dedi: "Albatta sizlar ertaga ana u qavmga yo'liqasizlar. Tunda qiyomul laylni uzoq qilinglar. Qur'on tilovatini ko'paytiringlar. Allohdan g'alaba va sabrni so'ranglar. Ularga jiddiylik va hazm bilan yo'liqinglar va sodiqlardan bo'linglar." So'ngra jang rejasini tushuntirdi. To ular boshlamagunlaricha ularga qarshi biz jangni boshlamaymiz birinchi. Sizlar Allohga hamdlar bo'lsin, hujjat ustidasizlar. Ya'ni sizlar haqsizlar. Xalifaga bayat berish kerak ular, sizlar haqsizlar. Ularni tark qilishinglar yana bitta hujjat. Ya'ni sizlar jangni boshlamayotganligingiz sizlarning haq ekanligingiz yana bitta dalil. Agar ular bilan urushib yengsanglar, qochib ketayotgan kishini qatl qilmanglar. Jarohatlanganlarning ishini bitirmanglar. Avratlarni ochmanglar. Maqtullarni muslaq qilmanglar. Agar chodirlariga yetib borsanglar, pardalarni yirtmanglar. Birovning hovlisiga ruxsatsiz kirmanglar. Ularning mollaridan biror narsaga tajovuz qilmanglar, tegmanglar. Faqatgina qurollarni olsanglar mayli. Biron ayolga ham aziyat yetkazmanglar, garchi sizlarga haqorat qilib, sizlarning sha'ninglarga so'z yetkazsa ham. Albatta ular, ayollar nafs va quvvatda zaifdirlar. Mana Siffin ma'rakasini muqaddimasi. Tinchlik holati tugadi, elchilar bordi keldisi nihoyasiga yetdi. Mana endi ertasi kuni bo'ldi. Shom ahliga xitob qilish uchun Ali ibn Abi Talib bir kishini yubordi. U kishi Shom qo'shinini oldiga yaqinroq borib turib, xalifani ularga bo'lgan nidosini o'qib eshittirdi. Ey Shom ahli, sizlarga Amirul Mu'minin shunday demoqda: Men haqqa qaytishinglar uchun sizlarga muhlat berdim. Ammo sizlar haq chaqirig'iga ijobat qilmadinglar. Endi men urushni boshlayman. Albatta Alloh xoinlarni yomon ko'radi. Oxiriga ogohlantirishlik. Ikkala qo'shin ham jangga tayyor. Muharram oyi tugadi, Safar oyi kirishi bilan jang boshlandi. Jang qattiq bo'ldi, birodarlar. Chunki kimlar jang qilyapti bu qo'shinda? Fors va Rumni menman degan qo'shinini yetishlatgan bahodirlar. Jang shiddatli tus oldi. Kun nihoyasiga yetdi, ikkala qo'shin o'zining qarorgohiga qaytdi. Ertasi jang boshlandi. 2-kun, 3-kun, 4-kun,
5-kun, 7-kun ham jang bo'ldi. 210 ming kishilik qo'shin, birida 120 ming, birida 90 ming, 7 kun jang qildi. 7-kun ham nihoyasiga yetdi. Safarning 8-kuni seshanbaning kechi bo'ldi. Ali roziyallohu anhu o'zining askarlariga xutba qilib, Allohga hamd aytdi, payg'ambarimizga salovat aytdi va dedi. Endi jang asnosida qilingan xutba. Jang bo'layotgan kunlarda qilingan xutba. Agar Alloh taolo istaganida bandalaridan ikkisi bir-biri bilan ixtilof qilmagan bo'lar edi. Ummat biror ishda ixtilofga bormagan bo'lar edi. Fazl egasining fazlini inkor qiluvchi inkor qilmas edi. Biz va ana ular qadarga tushdik. Taqdirda yozilgan ish bo'lyapti dedi. Robbimiz bizni ko'rib eshitib turibdi. Agar o'zi xohlaganida fitnani kechiktirgan, ko'targan bo'lar edi. Uning o'zi tarafidan o'zgartirish bo'lar edi. Hatto zolim o'zining oqibatini nima bo'lishini bilib olar edi. Yomonliklarni qilgan kishilarni qilgan amallariga yarasha jazolash uchun, yaxshi amal qilganlarni amallariga yarasha chiroyli mukofotlash uchun Alloh dunyoni amal hovlisi, oxiratni esa qaror topish hovlisi qildi. Albatta sizlar ertaga ana qavmga yana yo'liqasizlar. Nechinchi kun jang bo'ladi? 8-kuni. Tunda qiyomul layni uzun qilinglar. Qur'on tilovatini ko'paytiringlar. Allohdan g'alaba va sabr so'ranglar. Jiddiylik va hazm bilan ularni kutib olinglar. Ertasi kuni Ali roziyallohu anhu Qur'on oyatlarini tilovat qilib, askarlarni jangga shijoatlantirdi, jangni o'zi boshqardi. Shom qo'shini xalifani qo'shiniga shunday hujum qildiki, chekinishga majbur bo'lishdi. Hatto Ali roziyallohu anhuga kamon otib yetkazishlik darajasiga yaqin kelishdi. So'ngra xalifani qo'shini shijoat ko'rsatdi, ularni orqasiga qaytardi. Endi Ali roziyallohu anhu qo'shini Muoviyaga yetib olishiga sal qoldi. Ashtar Ali ibn Abi Talibning qo'mondoni qo'shinni shijoatlantirib hujumga undadi. Qattiq hujumga zo'r berishdi, raqib qo'shinni surib tashlashdi. Hatto Ali Muoviya ibn Abu Sufyonga yetishga yaqin bo'lishdi. Jang shiddatli tus oldi, maqtullarning soni ko'paydi. Mana shu paytda 8-kuni hech kim kutmagan ish bo'ldi va hech kim xohlamagan edi bu ishni bo'lishligini. Ammor ibn Yosir roziyallohu anhu. U kishi Ali ibn Abi Talibning qo'shini ichida edi. 90 dan o'tib qolgan edi yoshi. Bu kishining qancha kuchi bo'lar edi? Qilichini ko'tarib kimga hujum qilsa, haligi hujum qilingan odam qochib ketaverardi. 90 ga kelgan odam. Kim bilan borib urushaman desa, orqasini qilib qochib ketaverardi. Nimaga? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madina Munavvaraga hijrat qilib kelganlarida birinchi qilgan ishlaridan Masjidun Nabaviyni qurganlar. Masjid qurilayotganda Abu Said al-Xudri roziyallohu anhu rivoyat qiladi. Hamma bittadan g'ish ko'tarsa, Ammor ibn Yosir ikkitadan g'ish ko'tarar edi. Bilasizlar, Ammor ibn Yosirning ota-onasi islomda birinchi shahid qilingan kishilar. Yosir bilan Sumayya. Ota-onasi o'lib ketdi, Madinaga hijrat qilib keldi, ikkitadan g'ish tashiyapti. Abu Said al-Xudri aytadi, Masjidun Nabaviy qurilishida biz bittadan g'ish ko'tarib tashir edik, Ammor esa ikkitadan g'ish ko'tarib tashir edi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam o'tib qolib, uni yonidan boshidagi changni qoqib, "Voy Ammor, taqtuluhul fiyatul baghiya." Bechora Ammor, uni haddidan oshgan toifalar qatl qilishadi degan edi. Ikkala qo'shindagilar musulmon, ikkala qo'shindagilar bu hadisni biladi. Ammor ibn Yosirni o'ldirgan tomon nohaq ekanligi, haddidan oshganligini yaxshi biladi. Shuning uchun hech kim bu 90 ga kirgan oqsoqolni oldida turishni xohlamaydi. Chunki bugun o'lmasa shu kishi, demak bu tomon bog'iy bo'lmaydi, ammo o'ldirilsa bog'iy bo'lib qoladi. O'shuning uchun hech kim bu 90 ga kirgan cholda oldida turishni xohlamayapti. Hijratdan birodalar 36-37 yil o'tdi. Bu bashorat aytilganiga 36-37 yil bo'ldi. Hamma biladi bu narsani. 8-kunda Ammor roziyallohu anhu jang maydonida turib menga stop kelinglar dedi. Albatta Rasululloh menga seni dunyodan ichadigan oxirgi sharbating sut bo'ladi. Sen uni o'ldiriladigan kuningda ichasan degan edi dedi. Stop kelishdi. Ammor ibn Yosir bu sutni ichdi. Mana shu hadisga odamlarni guvoh qilib bo'lishini xohlagan edi va kular edi. So'ngra turib
Yana bitta kishiga hujum qiluvdi, u orqasini qilib qochib ketdi. Yana bittasiga hujum qildi, u ham qochib ketdi. So'ngra Usmon ibn Affonni qatlida qatnashgan ikki kishi, Ibnul Javi as-Sukuki va Abu G'odiy al-Fazori Ammorga hujum qilib uni qatl qilishdi. Ammor ibn Yosirning qatl qilinganligi xabari jang maydonida tarqaldi. Muoviyat ibn Abu Sufyonning qo'shini hammasi qurolini tashladi yerga. Demak, biz ekanmiz haddidan oshgan toifa. Demak, biz nohaq ekanmiz. Qurolni zudlik bilan tashlashdi yerga. Shu bilan Siffin ma'rakasi to'xtadi. Ali ibn Abi Talib bundan xabar topdi-da, qo'shiniga buyurdi. Zudlik bilan to'xtatinglar urushdi. Chunki hech kim o'ldirmasin. Shom qo'shinini yakson qilib tashlashga imkon bo'ldi. Va bu maslahatni berganlar ham bo'ldi xalifaga, lekin Ali bunday qilmadi. Qurolni tushirsin, qo'shin orqaga qaytsin dedi. Tushunishdi bular qilgan xatosini. Maqsad qilib tashlashmas edi, maqsad haqqa chaqirish edi. Ali ibn Abi Talibning so'zi qat'iy bo'ldi. Jang to'xtadi, chunki ikkala qo'shindagilar ham musulmon, hammalari boyaga aytilgan hadisdan xabari bor, Rasululloh yolg'on gapirmaydi. Demak, Muoviyat ibn Abu Sufyonning jamoasi haddidan oshgan ekan. Bu xabar Muoviyat ibn Abu Sufyonga ham, u kishining yonida turganlarga ham katta musibat bo'ldi. Hech kim jang qilishni xohlamaydi. Shuning uchun birodarlar, Muoviyat ibn Abu Sufyon tomonida turganlarga musibat bo'ldi. Biz haddimizdan oshgan ekanmiz deyapti. O'sha hadda oshganlar qatorida bo'lib qolmadik biz. Qilichimizni Alloh qatnashtirmadi u fitnada. Shuning uchun tilimizni tiyaylik. Ali roziyallohu anhu qo'shinga chekinishga buyurdi, kutib turish kerak. Muoviyat ibn Abu Sufyon roziyallohu anhu chodirida o'tiribdi, yonida Abdulloh ibn Amr ibn al-Os. Ikkala ulug' sahoba. Ikkalasi o'tiruvdi, musibatni eshitib. Boyagi ikkita kishi fitnachi, Ammorda qatl qilganlar. So'yinchilik xabarni ko'tarib kelishdi o'zlaricha. Ammor ibn Yosirni qatl qilganligini xabarini yetkazmoqchi bo'lib xalifaning oldiga kelishdi. To'lashib ketishdi. Men o'ldirdim. Yo'q, sen emas, men o'ldirdim. Men uni ishini bitirdim. Bir-biriga maqtanayotganida Abdulloh ibn Amr yig'ladi-da, "Ey" dedi. "Senlar" dedi. "Senlar men o'ldirmadim, sen o'ldirding" deb bir-biringni malomat qilishing kerak. Bir-biringni malomat qilishing kerak. Chunki men Rasulullohni "Voyha Ammor, taqtuluhul fi'atu dog'iya" degan eshitganman. Uni haddidan oshgan toifalar qatl qiladi degan dedi. Men Rasulullohning Quraysh haqida shunday degani eshitganman. Ularni Ammor bilan nima ishi bor? Qurayshliklarni. Ammor ularni jannatga chaqirmoqda, ular esa uni jahannamga chaqirmoqdalar. Uning qotili jahannamdadir degan Rasululloh. Shu narsani aytib to'lashyapsan senlar dedi. Senlar tavba qilishing kerak dedi. Jang to'xtadi. Muoviyat ibn Abu Sufyonning qo'shini biz ana shu haddidan oshgan toifa ekanmiz deb tushunishdi va shu bilan jang nihoyasiga yetdi. Ulamolar aytadi, Muoviyat ibn Abu Sufyon jang bo'lishini xohlamagan edi. Urushni bo'lmasligi juda haris edi. Aytdik, Iroqdan Ali roziyallohu anhu qo'shini bilan jilgandan keyin Shomdan jilgan edi Muoviyat ibn Abu Sufyon qo'shini bilan. Usmon roziyallohu anhu qatl qilingan kundan boshlab dedi ulamolar, qaysi musulmonlarning qo'li bilan qatl qilingan bo'lsa, bas uning gunohi Usmonning qotillarining zimmasida bo'ladi. Chunki ular fitna eshigini ochganlar. Chunki fitnani o'tini o'chmasligiga harakat qilganlar ham shular. Musulmonlarni birini ikkinchisiga nisbatan gijlaganlar ham shular. Shuning uchun Usmon roziyallohu anhuning qotillari bo'lganidek, fitnalarda qatl qilingan musulmonlarning ham qotillari ular. Mana shu fitnali ma'rakalarda birodarlar, Talhat ibn Ubaydulloh, Zubayr ibn al-Avvom, Ammor ibn Yosirlar bor edi. To Ali ibn Abi Talibning qatli bilan fitna tamomiga yetgunga qadar kim qatl qilingan bo'lsa, hammasini qoni fitnachilarning zimmasida bo'ladi. Sahobalar haqida birontasi haqida nojo'ya gapirishdan ehtiyot bo'laylik. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.